Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hurmatli kuzatuvchilar, 10 kilovatlik quyosh elektr stansiyamiz tayyor holatga keldi. 800 akkumulyatorimiz, 12 gibrid invertorimiz qo'yildi. Avtomatlarimiz, dashtalar. Kimga shunaqa xizmat kerak bo'lsa, murojaat qilaverasizlar. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. 50 kilovatlik quyosh elektr stansiyamiz ishga tushdi. 20 kilovatlik batareyamiz litij железо. Ko'rishingiz mumkin. Tarmoqdan kelyapti. Batareyga zaryadga olyapti. Uyga ketyapti. Nastroykalarimizni qo'ydik. Litium soatlarni to'g'rilab qo'ydik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. 60 kilovatlik gibridli sistemadagi quyosh elektr stansiyamiz Toshkent shahri Yunusobod tumani O'zgidromet tashkilotiga qo'yildi. Ko'rishingiz mumkin, mana panellarimiz. Go'xralar mana qilib chiroyli tortib qo'ydik inshaalloh. Ko'rishingiz mumkin, mana tashkilotimiz O'zgidromet tashkiloti. Ikkita akkumulyatorimiz. Bismillah. Ko'rishingiz mumkin, mana 3,5 kilovat beryapti. Birinchisiga. Ikkinchisiga 3600. Jami hisobda 7 kilovatdan oshiqroq beryapti. Asa kirish, предохранитель, узел, DC автомат, предохранитель, узел, DC автомат. Bu 5tasini buni 50 kilovatga moslab qo'ydik. Bu 220 volt kirishimiz qarqayapti invertorlarga, 5tasiga. 220 volt chiqishimiz 5 ta invertordan 50 kilovat. Bular akkumulyatorlar uchun avtomatlar. Ko'klarimiz. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. 220 volt 5 ta invertordan chiqayotgan tokimiz shu yerga keladi. Toki bor paytda 55 kilovat, set o'chganda 35-40 atrofida beradi. Bunimiz 10 kilovatlik invertorligi. E'tiboringlar uchun rahmat.